eng glavnisi suyagi but-butun bo'lgan, bor yo'g'i ikkita joyda kraskasi bor. Narxini taxmin qilib turinglar. Qop-qora so'raganlar uchun 2022-yil bo'lgan 32 ming yurgan bor yo'g'i bo'lsa ikki yoq tarafida kraskasi bor. Atak suyagi but-butun bemalol ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Ustinglarni olib kelsanglar, ko'rib olishadi. Salonni bitta ko'ringlar. Qaranglar, top-toza turibdi. Zavodskoy nima navorotlari bo'lsa, hamma navorotlari bor. Mana apshipkalarni ko'rasizlar. Top-toza bo'lib turibdi. Narxini akam bilan gaplashib, kelishtirib, sindirib, aka kelishtirib bermasangiz bo'lmaydi deb bozordan ham arzon qilib 18700 ga ko'ndirib qo'ydim. Zo'ra bemalol narx-navoni solishtirishingiz mumkin. Bor yo'g'i 32 ming yurgan. Bu hech narsa emas. Ko'ringlar, lekin bor-u o'tkazormanglar. Haqiqat bor gapni aytish kerak, zo'r deyish kerak. Ikkita joyda kraskasi bor. Nu suyiga o'tmaganda bosib yuboradigan joyi. Joningiz omon bo'lsin, ishingizga rivoj.